Salom azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Bugun yana bitta chiroyli ochirim qilamiz. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Like bosing, podpiska bo'ling. Like bosgan, podpiska bo'lgan obunachilarim, niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Shifoli ochirim bo'lsin. Bismillah. Xo'p. Kutishda turibsizlar. Kutishda turibdi deb aytyapti sizlarni. Kutishda turganlar, Xudo xohlasa. Kutishda turibsiz va yana kimlarnidir kutayotganingizni aytyapti. Qarta tavba qildim, astag'firulloh. Faqat kutish. Mehmon kutayotganingiz, kimnidir kelishi, judayam qayg'urib, xafa bo'lib ketganiga kutib turganingizni aytyapti va yana baribir kutishda turganlar deb aytyapti. Sukutda va kutishda turganlar. Xudo xohlasa qaytadi. Birinchi anaqangizni tugallanishi va albatta qaytadi. Xudo xohlasa qaytadi. Kutayotganlar, hamma kutayotganlar. Qarang, karta tashladim. Hamma uchun menimcha bilmayman. Barchamiz kutishda turibmizmi? Kutib anaqada yo'l qarab turganlarimiz uchun qaytish bor deyapti. Tugallanish bo'ladimi deganlarga yo'q, Xudo xohlasa tugallanmaydi, albatta qaytadi. Ritsarlarimiz Xudo xohlasa qaytadi. Biz kutganlarimiz qaytadi deb aytyapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ozgina bo'lsa ham bir ochirim qilgim keldi. Kutishda turgan, faqat kutishda, sukutda turganlar deyapti. Albatta qaytadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Xayr.